Bolam ovqat yemayapti, chiqayotgandanmikin? Bunday SMSlar deyarli har kun menga keladi. To'g'ri, chiqayotgan paytda bolalarning biroz ishtahasi kamayishi mumkin, lekin polnotsonni ovqatdan qaytmaydi. Buni faqat bolam chiqayotgani uchun ishtahasi yo'q, shuning uchun ovqat bermayapman deb bahona qilish kerak emas. Nima uchun unda chiqayotgan paytda chaqaloqlar ovqatdan bosh tortadi? Milklardagi og'riq va shishish hisobiga tish chiqayotgan paytda yorib chiqish davrida milklarda ozgina og'riq bo'ladi va bolalar ovqat yeyotgan paytda bu diskomfort chaqiradi va og'riqqa sezuvchanlik yana ham kuchayishi mumkin. Chaynashga noqulaylik bo'lishi, ya'ni qattiqroq narsa bergan paytingizda ular chaynashga qiynaladi va sezuvchanlik kuchayib og'riqni his qiladi. Emayotgan paytida bo'lsa, ular ko'krakni emib tortayotgan paytda vakuum hosil bo'lishida bu milklarga tegib ketishi va og'riqni kuchayib ketish sabab bo'ladi. Agar farzandingizda 2-3 kundan beri polnotsonni ovqatni отказ qilishi yoki temperatura chiqishi, lanch holat bo'lishi, ichini ketish holatlari, qusish holati bo'ladigan bo'lsa, zudlik bilan pediatringizga murojaat qilishingiz kerak. Chunki doim ham faqatgina chiqayotgan paytida farzandim ishtahasiz bo'lyapti, ya'ni ovqatlantirmasdan uni qo'yniga qarash kerak emas, chunki bunday holatda boshqa sabablar ham bo'lishi mumkin. Agar sizning farzandingizda shunday holat kuzatilayotgan bo'lsa, menga direktga murojaat qilib konsultatsiyaga yozilishingiz mumkin.